Hammaga assalomu alaykum. Mana bitta va nihoyat o'rtasiga arqon tashladik. Reykani ikkita qildik. Ikkita qilmasak o'ynayotgandik. Keyin sinib ketadi deb qo'rqdim. Shunga ikkita qilib qo'yardim. Mana har bitta stupekasini tagiga bunaqa usilet qilib nima deydi, mana shu uголокchani qo'yib qo'ydim. Endi chiqib ko'ramiz. Mana moshni atigi qancha taxtani o'ziga 120 ming, mana uni 2000 so'mdan oldim. Yaqin eshigida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta 10 ming so'm. 10 ming so'm samarasi endi kopeyka bo'ladi. 10 ta oshiq-moshiq. Taxtasini o'ziga 120 ming, arqon ham uyda bo'ladi, hammaning uyida bor. Ne qilib yasab olsanglar bo'ladi. Shpilkani 25 ming ekan, boltgaykalari bilan 25 mingga qilib berdi. Shunaqa gaplar. Eng byudjetli varianti shu. 150 mingga 2 metrlik stremenka tayyor.